Bacham, men sen mehmonchilik olib boraman-ki, ammalaringkiga, xolalaringkiga hech qachon dasturxonga qo'l uzatma-haymi? O'zlari olib bersa ye. Xo'p, bacham? Tushunding? Hamsa bu mehmondorchiga kelib zo'r qilib. Oling. Og'an, bos. Keladi. Ha, ona sho'raklari ham. Ha. Nimani? Mana bu bittasini onangga, bittasini menga bu. Jonim bacham, ko'chada yurganingda urush bag'ir qilma, xo'p? Ko'chada yurganingda doim ko'ksingda besin qo'ling, xo'p? Birovlar farzandini urib, joni ozor berma. Tushunding? Davay, sol. Davay, ha. Ur onasini. Umriya zomin bu. Ur. Ko'tar ur, ha. Mani bacham emassan tayoq yeysan. Davay, ur. Tiling shirin bo'lsin. So'kinma, xo'p? Ko'chada yurganingda hammaga salom berib yur, xo'p, bacham? Hay. Ibrohim shay ko'ribsan? Avo. Ana shu yoniga borasan-da, onangga deb so'kib qochasan, tushundingmi? Ha. Davay. Bacham, aroq degan narsani umuman yoniga yaqinlashma, tushundingmi? Ichma ham, chekma ham, tushunding bacham? Mani yonimda ichsang ich, boshqalar yonida ichganing ko'rsam urib o'ldiraman, tushundingmi? Davay, sol. Davay. Ha.